Biznes ombudsman huzuridagi jamoatchilik kengashining navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda tadbirkorlar faoliyatida uchrayotgan muammolarni tahlil qilish, ularning huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish hamda mavjud muammolarga yechim topish masalalari muhokama qilindi. Har bir tadbirkorlik ortida nafaqat biznes, balki mamlakat iqtisodiyoti, aholi bandligi va albatta oilalar farovonligi turadi. Shu bois ishbilarmonlik faoliyatini yanada takomillashtirish, o'z navbatida ular duch kelayotgan muammolarni bartaraf etish bugungi kunning ustuvor masalalaridan. Xususan, Biznes ombudsman devonining 1,5 yillik faoliyat yakunlari muhokamasida sohada uchraydigan muammolarga qanday yechim topish takliflari bildirildi. Prezidentimizning tadbirkorlar bilan 6-muloqotlariga tayyorgarlik jarayoni ketyapti. Shtab tashkil qilingan, shtabda ishlar qizg'in ketyapti. Biznes vakilining ma'lumoti bo'yicha demak 53 ta tashkilot vakillari shtabda demak doimiy faoliyat yuritishyapti. Bundan tashqari muntazam ravishda sayyor qabullar, muntazam ravishda demak hududlarga tashriflar davomida demak tadbirkorlar bilan uchrashilyapti. Bu hammasi yaxshi, lekin shunga qo'shimcha ravishda men bir taklif aytdimki, mamlakatimizda tadbirkorlik qonunchiligini alohida tizimli tahlil qiladigan ilmiy tadqiqot muassasasining yo'q ekanligi. Qonunchilik muammolarini o'rganadigan tadqiqot muassasalari bor, lekin ammo tadbirkorlik qonunchiligini o'rganadigan ilmiy tadqiqot muassasasi yo'q va bu bizga nimani beradi? Va qonunchilik muammolarini o'rganadigan tashkilotlar bu xorijiy amaliyotni ko'rayotgan paytda mavjud normalarni, ya'ni xorijiy mamlakatlarda qonunchilik normalarini ko'radi. Sarhisob natijalariga ko'ra, tadbirkorlar huquqini ta'minlashga qaratilgan saytlarga kelib tushgan muammolar o'rganilish jarayonida 6000 ga yaqin qonun buzilishi holatlari aniqlangan. Tadbirkorlarning muammosi bo'lyapti, qaysidir nazorat qiluvchi organ bilan bog'liq. Biz o'zimizning vakolat doirasida ko'rib chiqamizda, kimnidir ma'muriy qilamiz, lekin ta'sir qilmayapti bu yerga. Tadbirkorga shunaqa to'siq qiladigan, ta'magirlik qiladigan tashkilotlar bo'ladigan bo'lsa, bizga ham o'rganish davomida qulog'imizga chalinadi, tadbirkor aytadi. Tahlillarga ko'ra, eng ko'p murojaatlar soliq tizimini yanada takomillashtirish hamda biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash doirasidagi ishlarga qaratilgan. Tadbirkorlikni rivojlantirish yo'lidagi masalalarni o'z vaqtida aniqlash va ularni samarali bartaraf etish bo'yicha olib borilayotgan bunday ochiq muloqotlar biznes muhitini yanada yaxshilash, ishbilarmonlar huquqlarini ishonchli himoya qilish hamda iqtisodiy taraqqiyotni jadallashtirishga xizmat qiladi.